Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Men seni ko'ryapman. O'g'li bir like bosmaysizlarmi? Mana hurmatli mijozlar, 3,5 ga 6 kilamizni 320 ga 580 qilib taxlab oldik. Sababi mijozimiz uylariga ozgina kattalik qildi. Dizayni sifati ma'qul bo'lgani uchun shuni kesib averlik qilib bering dedilar. Mijozimiz xohlaganlaridek chiroyli qilib kesib averlik qilib oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol Instagram raqamga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.